Assalomu alaykum akalar, sizlar. Bundan 2,5 yil avval bitirgan, egasiga bitirib topshirgan xotirxonamiz, dam oladigan xonamiz o'ta go'zal, chiroyli va fayzli chiqqan. Shuni bir ko'rasizlar akalar. Do'ldagi o'ziga xos naqsh. Ichlarini bundoq avoq qilib, qovun shaklida qilib, pastdan torayib, o'rtadan yana kengayib ketgan mana akalar. Baho berasizlar. O'zgacha chiqarishga harakat qilganmiz. Xudo xolasa mashaqqat, mehnatlarimiz Xudoga shukr mana o'zini mevasini beryapti. O'g'illarimiz ba'zilar o'ziga xos kesbi bor mana. Patologni gumbaz qilib berganmiz. Patologlarimizni gumbaz qilingan. O'zi aslida bu dizayni boshqacha edi. U yoqdan rekupilyator sistemamiz, bu yoqda konditsionerlarimiz chetini 4 sm dog'dan qochirib, ichlariga podsvetka qilib qilingan akalar. Bu yerda kirganda damosang, damoging kelaveradi, chiqqing kelmaydi akalar. O'ziga xos imkon qadar mehr berilgan xonaga imkon qadar kirib odam g'uborlari to'kilib dam olib chiqib ketadigan bo'lgan akalar. Boshqacha chiqqan. Ko'rib baho berasizlar. Eng kamida mana shunaqalari hammamizga nasib qilsin, joninglar sog' bo'lsin. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna, like esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.